Powerga yetib qo'yasiz. Prasharkaga umuman tushmagan. Mana shumi butun Toshkent gapirayotgan Sayqalli San Sebastianni beqasam tonlar kiyib, buncha meni kuydirasiz degan joydan beqasamlarni kiyib olib keldik. Ko'pchilik kommentariyada so'ragan Sayqal restoraniga yetib keldik. To'g'risi uzoq yurdik juda ham lekin sentrdan. To'g'risini aytsam, ko'pchilik so'ramagan, lekin ko'pchilikning og'zidan tushmayotgan Sayqalga keldik. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, haqiqatan maqtalganchami yoki taksi bebi? Bor ko'ramiz. Ketdi. Xullas, birinchi bo'lib ikkita salatimiz keldi. Bizani o'rnimizga zakaz qilib qo'yishgan. Bay mana buni qara. Oh, Uratasiz, sochni ekan. Men kesishga ham ulgurmadim. Mana buni ko'ryapsizlar, prям sochni men kesishim ham kerak emas, по-моему. Bismillah. Burati qanaqa bo'lishi kerak bo'lsa, xuddi shunaqa burati, maksimalni sochni ekan. Mana qarashim. Lakirovka qildim. Kel. Manda yo'q. Mengacha prям detsel pasta yetmayapti. Ha, вот прям buratda молодцы. Mana ikkitalab like qo'yyapman. Lekin bu salatga, menda 3 ta. Lekin bu salatga menga ozgina pasta sous yetmadi. Ano, 100% bo'lishi uchun. Lekin молодцы. Ahmed beni rozovый pomidor qo'yishgan. Ko'p joyda oddiy pomidor qo'yishgan. Qimmatsin. Bu yaxshi. Baqlajonni erinmasdan dumaloq qilib o'yib chiqishibdi. Bu juda ham mayda ish. Gap yo'q lekin. Mazasi ham ko'rinishiga o'xshagan zo'r bo'lgan, hozir tekshirib ko'ramiz. Baqlajonchi, хрустящий. Прям juda хрустящий. И прям карамелизированныйga o'xshaydi. Ayta olasizmi shu so'zni? Karamelizirovani. Молодец. Devona mali mannashtimi topolmaydi. Такой sweet chili sousi ham me'yorda. Assalomu alaykum. Ko'p joyda baqlajonni просто kraxmalga aralashtirib, flyuturga tashlab yuborishadi. Bu yerda именно klar. Spesialniy kraxmal un bilan, suv bilan klar qilib, o'sha klarga bo'ktirib chiqilingan. Salatga realniy bitta like. Pulini olmaganmiz, olganimizda $10,000 kamida olgan bo'lardi. Olmaganimizda u yog'ini xudo biladi nima bo'ladi. Odam ko'p bo'lgani bu juda ham yaxshi, lekin odaminglar ko'p, sizlar buni bilib olsizlarmi? Yoki zagotovkalarni ko'paytirib, har bitta ovqatinglar bor qilib qo'yinglar, yokida menyularni qisqartiringlar, chunki menyuni yarmi yo'q degani bu juda ham yaxshi narsa emas. Go'sht местный, go'sht marinovanный, ko'rinib turibdi, go'sht не fermentированный. Shashlik bo'lib qolmagan bo'lsa bor. Xullas, men so'ragan prasharka emas, afsus, men boya adashibman. Даже bu medium emas. Medium rare bu? Medium rare. Местный go'sht, не fermentированный go'sht, bunaqa prasharka deyish опасно. Brucellozmi? Gilja короче. Men so'ragan prasharkaga ming afsus 2 barobar tushmagan. Ya'ni bu medium rare. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Mediumdan bitta past. Даже medium rare. Mayli, yeb ko'ramiz. Bismillah deb. Qarasangiz aslida bir xil joylari qalinroq, bir xil joylari ingichkaroq-da. Qalin joylari medium rare qolib ketgan. Ingichkaroq joyi o'tgan lekin. Qo'ybay. Bu tibon emasda, 2 xil go'shtdan iborat bo'lgan. Uni har xil pishirish. Buni kesotgan, noto'g'ri kesishgan. Lekin shu kesishgan go'sht. Mana nima qiling? Maqasopmi? Tushunayapman-da. Hech pul olib reklamaga. Powerga yetib qo'yasiz. Prasharkaga umuman tushmagan. Mana olib kirib berasiz-da. So'ragan prasharkalarmi degan savollar berasiz men sizga. Go'sht вкусный, местный, marinovkasi yaxshi. Marinovkasi bir joyimizga o'xshagan shashlik emas. Eng og'ir. Steak nomli shashlik emas. Qatligini aytmayman. Lekin ming afsus, men so'ragan prasharkaga tushmabdi. Afsus. Yetib bormabdi. Medium переходящий medium well so'ragan edik. Bu yerda medium rare bo'lib qoldi. Xullas, steak haqida fikrimizda ozgina prasharkaga ozgina emas, 2 marta tushmagan. To'g'risi, bilmadim, men fikr bildira olmayman. Lekin biza Buxorodan ketgan bo'lsak ham, ichimizdan Buxoro ketmadi. Halagacha cho'pon yuribmiz. Sababi mana Bag'uri. Hol, qani bismillah. Like. Вкусно. Shu kungacha Toshkentda Bag'urini eng zo'r yeganim Marina restoranida edi. Qolgan joyda unchalik zo'r emas edi. Bu yoqda shunaqa urbinda prям zo'r Bag'uri ekan, просто boshqa gap yo'q, просто zo'r Bag'uri. Yaxshi. Yaxshi emas. Nega? Oqib chiqdi. Oqish kerak emas. Oqish kerak bu kasharli, aniqam. Ana oqdi. Bunisi oqma. Halagacha sirib yoqib ketib qoldi. Ketdi. Uzoq chaynalyapti. Nega? Tabar. Kofta emas. Yaxshi. Qiyma shashlik mazasini beryapti. Yaxshi. Kofta emas ekan bu. Shunisi bor. Shu azaga ketgancha kofta emas, no, yaxshi qiyma shashlik, yaxshi qiyma qatlet. Shuni ko'ryapsizlar, bu no debchi, maqtashga harakat qilyapti. Pulni qichig'ini olgan, menimcha bor. Voy, olmaganman. Men video qo'yib ko'rgan bo'lsanglar, kiringlar, ko'ringlar. Pul bergandan keyin bloger o'zgarib qoladigan, shulardan bittasi mash bo'ladi. Mana shumi butun Toshkent gapirayotgan Sayqalli San Sebastianni. Masha. Bismillah.
Xullas, men bitta narsani hech qachon tushunmaganman. Nimaga Sebastianni Turkiya bilan birga taqqoslashadi, lekin bu desertni asl yurti bu Ispaniya. Bilib qo'yinglar. Bu turetskiy desert emas. Bu ispanskiy desert. Endi San Sebastian shahar otidan ham ma'lum-ku. Endi strukturasi bo'yicha cheesecake mazali, haqiqatda mazali. Lekin mangoligini ustiga prosta mango qo'shib bersa, fistashkovisini ustiga prosta fistashkovi qo'yib bersa, bu fistashkovi bo'lib qolmaydi. Ichiga fistashkovi pasta qo'shinglar. Agar fistashkovi bo'lsa, bu meni fikrim. Lekin strukturasi jihatdan, cheesecake strukturasi jihatdan молодцы. Menga yoqdi. Zo'r. Mana qaranglar, strukturachi prям Kremoviyda. Ha, mana. Krem. Молодцы. Prям yumshoq, ko'ryapsizlar? Mana bunda olganda yumshoq. Bu kako o'zini suzmaga o'xshaydi. Молодцы, yaxshi. Lekin buni mangoviy, buni fistashkoviy demasdim. Lekin strukturasi вкусный. Menga yoqdi. Молодцы. Mango zo'r. Mangoni o'zi zo'r-da. Shokolad bilan sochitanyasiz. Va Xullas, xulosa qiladigan bo'lsak, xulosam ozgina cho'ziladi, lekin sabr qilasizlar. Vaguriga keladigan bo'lsak, vaguri juda ham mazali haqiqatdan. Burrata salat yaxshi, lekin baqlajonli salat вообще super. Endi steykga keladigan bo'lsak, to'g'risini aytsam, men bu yerga kelib steyk boshqa buyurtma qilmagan bo'lardim. Sebastianlar вообще konfetka вкусно. Kofta qolib ketdi. Koftani to'g'risini aytsam, men uzoq chaynaganim hisobga tak o'rtacha. Endi baholarga keladigan bo'lsak, tak burrata salatga 10 dan 8 qo'ygan bo'lardim. Baqlajonli salatga 10 dan 10 qo'ygan bo'lardim. Vaguriga 10 dan 10 qo'ygan bo'lardim. Cheesecake'ga 10 dan 9 qo'ygan bo'lardim. Boya sababini aytib o'tdim. Endi steykga bugun bal qo'ymasam xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman. Sizlar agar shu yerga kelgan bo'lsanglar, kommentariyada fikrlarni yozib beringlar. Marhamat. Azagam Muhammadning gaplariga qo'shilaman. To'g'risi hamma ovqatlar zo'r haqiqatdan. Bitta steykka nisbatan men ham shu ko'p to'la narsa kutgan edim, chunki bu yo'ni chef powerni ko'pchilik taniydi, Doniyor Hozirxonovni. Steyklar bo'yicha u juda ham kuchli powerlardan bittasi hisoblanadi Toshkentda. Negadir aynan bu yoqda steyk oqsoqlandi. Balki boshqa odamga topshirgan bo'lsalar kerak, steykka javobgarlikni. Bilib, to'g'rimi? Endi Keyin narxlar ham yomon emas. ha, narxlarni aytmoqchi edim. Shuncha narsa yedik, hammasi obsluživание bilan 961.400 so'm bo'libdi. Juda ham yaxshi. Steykligi 200 ming ekan. Mana 130 minglik steykimni qimmat deydiganlar. Masala yaxshi ko'raman. Nima deb o'ylaysizlar? Qimmatmi yoki arzonmi? Meni nazdimda bu juda ham yaxshi shot qimmat kelmadi. Shuncha mehnatimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, bizga like, podpiska bosib qo'yinglar. Kommentariyaga yozib ketinglar. Keyingi safar qayerga borib ko'ringlar. Repost ham qilinglar videolarni bunda. Tekin bo'lib ketgan hozir podpiska ham, like ham. Iltimos, hech kim pul olmaydi, nalogoviydan xat kelmaydi. Qarzingiz bor ekan. Bunda bosib qo'ying. Mehnat qilamiz siz uchun. Ana borib, chap tarafdagisi bosganda, o'ng tarafdagisi pismayib ko'rib o'tiradi, bilasizmi? O'zi bo'ladi, shunaqani ko'rib, like ham bosib, kommentariya ham yozmaydi. Ana ish qora bo'ladi-yu. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men sizlarni yaxshi ko'raman. Yo'q, senda bittalik, bunaqa. Yana bitta narsani aytib o'tishi joiz deb topdim. Odamlar ko'p, pasadka full, zo'r. Lekin shunga yarasha personalni ham sonini qo'shib qo'yganinglar ma'qul. Chunki hamma narsa nafaqat bizda, qolganlarda ham o'zini vaqtida kelmayapti. Endi bizga tanishganligi uchun nisbatan ko'proq e'tibor berishdi menimcha. Lekin yana 2-3 ta ofitsiant ishinglarni menimcha yanada yengillashtiradi. Chunki stationlar idish-tovoqga to'la, idish-tovoq yerda yotibdi mehmonlarning oldida. Bu sal noto'g'ri narsa. Bu meni chista restorator jihatdan maslahatim. Nima deydi? Yomon negativga yoymaysizlar.